Mart yaqinlashyapti. Asosda odamlar ko'p kelib, sizlardan gullar xarid qiladi. Men bitta narsani inobatga olishlaringizni xohlasam. Har bir mijoz kirgan vaqtida ayol bilan kirsa agar, uni ko'zlariga qaranglar. Nima istayapti aslida? Sababi u onasiga gul oladi. Ayoliga gul oladi, qiziga gul oladi. Sharoitini tushunadi. Chunki bayram bir kunda o'tib ketadi, uni budjeti bor. Uni bog'chaga boradigan bolalari bor. U savunma premyum narx qo'yishga harakat qiladi. 180 ming gullar bor, to'g'ri? 180 ming gul men aka keling, mana shu cho'loq beraman. Bashcha cho'q mushlar. Ko'plar ayollar lekin to'g'ri, men mijozlar ko'ryapman, kelyapti. Mijozlar kelyapti, ko'pincha gap pulonlarni oldin maqtanib, istoriyaga qo'yaman debsiz-da. Men bitta erkak ko'ryapman, u xijolat bo'lyapti-da. U pulni o'ylayapti. Shuning uchun iltimos qilaman, hurmatli meni sotuvchilar bilan, sizlar sotadigan vaqtda mana shu sizlar erkak kishizlar, o'zlaringizni mana rost qo'yib ko'ring. Lekin istaga qarasizlar, lekin ertasi kunda o'ylaysizlar. Shu bois 8-martdagi sotuvchilar mijoz kelsa agar sal vijdonan harakat qilib sotsalar zo'r bo'ladi. Chunki bu kundagi sotuv albatta sizni bir kunda boy qilmaydi, lekin kimnidir salgina qaysidir kunlar miqdorida kuni yaxshi bo'lmasligiga sababchi bo'lib qolishingiz mumkin. Lekin puli chiqqan odam kambag'al bo'lib qolmaydi, esdan chiqarmang.